Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz qarindoshlar, dastlabda mu'minlarni o'zaro qarindosh, bir-biriga vali, ya'ni beshpanoh, yordamchi bo'lishdan iborat. Bu adi angushtlarga va bu tangdoshsiz yadroliq kuchga ega qilgan mehribon Alloh taologa hamd sana. Shundaqla islomiy qarindoshlikdan iborat. Bu ulug' mo'jizaviy tuyg'uni mu'minlar orasida chin ma'nosi bilan amaliyalashtirib, onun canlıq misali ve ülmez ülgüsünü bizge mengülük miras kaldırıp ketken Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, aile tavabatlarga, ashabları ve tabiillerge dürт salamlardan kin hemminlaga esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, aldınki yılımı muşunda çağda muşiyede Allah Teala meni muhterem ustazlarımız, ziyalilerimiz ve qarindoshlarimiz bilen fikirleşishga qalb so'zlarimni o'rtoqlashishga hamda tavsiya takliflarimni o'ttirib qo'yishga nisb qilganti. Bu yilmi yana nisb qildi. O'tgan qitim qatnashgan qarindoshlarning esida bo'lsa kerak. Men so'zimni bu xalqarалық Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishini uyushtirgan Ma'rif va hamkorlik tashkilotininki shu islom dunyosida vakillik rolini joriy qilayotganligi, bizning da'voyimizning islomiy kimligiga, yani İslami kimligiga vakillik qilishdak muhim bir vazifani ado qilishdan iborat bir muhim futuqni qo'lga keltirganlik uchun rahmat aytish bilan boshlagan. Bugunmi yana shuningga o'xshaydigan ham mening his qilishimda shuningda qilishmaydigan yana bir futuqni tilga olib o'tmoqchi oldi bilan shuni. U nima desa, mening nazarimda shu qarindoshlik uchrashishni uyushtirganligimiz g'alaba bo'yicha. Bunu nima ish qilganda men oldin qitim bu yig'inga qatnashadigan vaqtimda men buni faqat bir yig'in deb o'ylagan. Yoki bo'lmasa xalqarалық bir cho'ng yig'in uyushtirilgan cho'ng yig'in deb o'ylagan. Ammo men kelib qatnashdik, ketadigan chig'imizda, qaytadigan chig'imizda u vaqtda men boshqacha bir hissiyatda bo'ldim. Qatnashgan hammalarning ko'zlarida yosh, hammalar xo'shlashadigan chaqda hammalar yig'lashib, quchoqlashib, bisibsidan hiç ağırlığı yok. Bu yani bir 5-6 gün kağısı vardık. Aşında bir keyfiyatta hemen yığlaşkan şekilde buradan ağırıldı aldın kışını. Bunda bir hissiyat asan kolu gelmeydi normalde. Bir insan 5-6 yıl bir mektepte birlikte okup ya 5-6 yıl birlikte yaşap andın şunda bir boğan şunda yakın hissiyatını his kılalaydı. Aşında ayacanğa endikin çümülerleydi. Lakin aldın kışını 5-6 gün işçide belki burundan tatip tanışkan bilen mi? Yani 5-6 gün içindeki faaliyetler bulapma etikini okulatkan tecvid namazlarımız, teheccüd namazlarımız, ibadetlerimiz cayda kılatkan bu işle bilen Allah kalbimizni qaytadan yumuştup şunda qilgan bo'lishi mumkin. Şunun bilan aşında birbirimizga 5-10 yıllık yakın savaqlaştık bir mercifat olgandı. Şuna bu noktadan qalaganda endi bu bizning bu yig'in yolg'iz yig'in emas. Qarindoshlikni o'rgatadigan, bizga qarindoshlik tuyg'usini qalbimizga singdiradigan bir maktab bo'ldi deb o'ylayman. Shunga bu maktabning ochilganligiga aldilar rahmat o'qiyman. Hurmatli qarindoshlar, endi mening temam do'st dushmanlik engimiz. Do'st dushmanlik engimiz to'g'risida to'xtalmoqchi. Buning eng ro'shan ifodasi nima desa, do'st dushmanlik engimizning ifodalanishi nim bilan bo'ldi desa, bizning atrofimizda bo'lib o'tgan ishlarga vaqtida qaytirgan inkosimiz bilan ifodalandi. Dunyodagi ulamolarning jiqi musulmon dunyosining inkossizligidan shikoyat qilib kelgan mushtaqchi. Musulmonlar yaxshiga yoki yomonga vaqtida inkos qaytarmaganlikdan mushkunga qoldik deb. Shuning ichida eng inkossiz qilayotgan mayli atrofimizda yaxshi ishlar olgan bo'lsa, unga rahmat o'qib vaqtida mukofotlash, yomon ish olgan bo'lsa, unga bir nafratimizni ya jazolayolmaslik, bu eng ig'ir bo'layotgan yana biz. Shuni men ashi ikki ishni markazlashgan bir shaklda davom qilmoqchi. Shuni bu inkos qaytarish masalasini oldam o'zimdan boshlaydi. Şunu takdirleşki tegishlik yaxshi ishga rahmat o'qishdan boshladim. Bu bir inkos. Bir yaxshi ishni ko'rgan vaqtimizda uni inkos qaytarmoqchi bo'lsak, ya rahmat deb inkos bildiramiz, ya shu qilgan yaxshi ishninki bizga nisbatan qanday mo'yimligini,
yoki ummatga aloqador ish bo'lsa, uningga nisbatan qanday mo'yimligini bir qatim ta'kidlash bilan inkos qaytarsak, taxmi mukammal bir inkos qaytargan bo'lamiz. Men shunda bir inkos qaytarib boshlamoqchi edim. Chunki bu bir qarindoshlik uchrashishi bo'lgan-ku bu. Isminingmi xalqaro Uyg'urlar uchrashishi ya banda emas, qarindoshlik uchrashishi bo'lishi pek muhim bir ma'noga ega. Qarindoshlik hem bizge dinimiz noktasından sel qaylaşqa bo'lmaydigan bir hukm. İslam bu qarindoshlik degan bu hukm faqat islom diniga ham xos istiloh, yani islom diniga ham xos termin. İslam dinidan boshqa iqimlar bu hukmni ishlatmagan, ham ishlatgan bo'lsa-mu, nuqtaliq shaklda umumlashtirmagan. Boshqalda nima desa, kommunistlarda yo'ldosh, kapitalistlarda do'st, sepdosh, yana boshqalda jangdosh, quroldosh degandek manda doshlar bor, ammo qarindoshliklar az. Qarindoshni eng jiq qo'llanadigan, eng birinchi o'rinda tutadigan iqim qaysi desa, bizning islom dinimiz. İslam dinimiz eng birinchi o'rinda qo'ydi. Lekin qarindoshlikning muhimligini Alloh taolami Qur'oni Karimda sura Hijratning 10-oyatida innamal mu'minuna ihva. Mu'minlar faqat qarindoshdir degan oyat bilan intayin qattiq ta'kidlab qolmasdan hatto iymon darajasiga ko'targan. Mufassirlarmi innama degan gapni ishlatishning qanday qattiq ta'kid ekanligi ustida to'xtalishdan boshqa avada innamal muslimuna demay mu'minuna deb ağallıqını ustida malayda to'xtalib uzun to'xtalib bu islomiy qarindoshlikning iymon bilan teng darajada ta'kidlangan degan bu qarashni aşı mu'minlarni ishlatilganligidan ilgari surgan nurg'un olimlar tafsirlarda. Payg'ambar alayhissalomning nurg'ulgan hadislarda qarindoshlik munosabatini qattiq ta'kidlab, hatto o'ziga yaxshi ko'rganni qarindoshi uchun yaxshi ko'rmagan kishi iymon etgan hisoblanmaydi deganga o'xshash qattiq ogohlantirishdi bo'lgan. Eng oxirida vido xutbasida qarindoshlik munosabatini mahkam saqlashni, vasiyat qilishni muhim deb bilgan. Darvaqa islom dinining bu qarindoshlikdagi yetmoqchi bo'lgan tub nishoni musulmonlarni fana fil ihvan, yani qarindoshi uchun fido bo'lish, yani o'zidan musulmon qarindishini ustun ko'rish seviyasiga yetkazishdan iborat. Bizning qarindoshlikni islom dinimiz nima uchun ta'kidlaydi desa, qarindoshi uchun o'zini fido qila oladigan yaxshi yetkazdi. Bu tub nishon qarindoshlikdagi. Shunga har qanday bir mu'minning yana bir mu'min qarindishini inovatda, mertebede, cemiyetdeki o'rin, dunyolik hatta oxiratlik manfaatlarimi o'zini na'lo bilishi. Uning qo'li bilan maydonga kelgan xayrlik ishlardan ve uning texmi ilgirlishidan suyunishi. Dunyo va oxiratlik bir turkum xayrlik ishlarni u qilmasin, men qilay degandek shaxsiyatchil qarashlardan butunlay yiroq turib, mu'min qarindishining qo'liga kelgan ustunligi, oliy ufuqlarini o'zining qo'liga kelgan ufuq qatorida ko'radigan tuyg'uga ega bo'lishi islom qarindoshligining haqiqiy ifodasi va talab taqozosi bo'lib hisoblanmasdan, balki o'z navbatida shu kishining haqiqiy ixlosmand, samimiy musulmon bo'lganligining, shundaqla islomiy qarindoshlikning haqiqiy ro'yiga ega bo'lganligining amaliy ifodasi bo'lib hisoblandi. Yig'inchoqlab aytganda islomiy qarindoshlik taqvolikni o'ziga asos qiladi. Bu qarindoshlik yuqorqi xususiyatlar bilan shaxsiyatchilikning barliq turlarini yiroqqa cho'rib tashlay oladigan tangdoshsiz yadroliq kuchga aylanadi. Shunga ayni chaqda musulmonlar mana bu yadro kuchini ishga solish orqali qarindoshlikning eng ashaddiy kushandisi bo'lgan hokimiy mutlaqlik, bir-biridan ustunlik, buyruqvozlik, mutakabbirlik va hukmron bo'lib olish ingini butunlay yo'qotib tashlay olgan edi. Sahoba kiromlar Peygamber Aleyhisselam'ın rehberlikide bu yadroluk gücünü hareketga silish orqali musulmonlar orasidagi har xil asabiyatlarni yo'q qilib, islomiy qarindoshlik munosabatini qon qarindoshlik munosabatidan kuchli va mustahkam alg'a keltirgan edi. Demak, yana bir ma'nodan bu qarindoshlikning qo'g'dilanishi iymon islomning qo'g'dalganligi. Buzilishi bo'lsa, musulmonlarning halokatga qarab yuz tutganligi bo'lib hisoblandi. Shunga islom dinimiz musulmonlar orasidagi qarindoshlikni asas qilgan bu munosabat qurilishining muhofazat qilinishi qattiq ahamiyat berib kelgan, bu munosabatlarni kuchlantirganlarga eng oliy savob va eng yuqori ajrdan xush xabar bersa, bu munosabatni buzishga urilganlarni eng qattiq azob bilan ogohlantirgan. Natijada sahobalar orasida menlik, menmellik va o'zaro ustunlik tuyg'usidan asar qolmagan.
Bütün millikini, gurur ve kibirlerini çörüp taşlap, muşu münasibetlik saklashqa can cehli bilen terişkan. Ula bu yadroluk engişlerini köz qarçıgısını asırgandek mahkem asırgan ve her qandaq şahsi menfaatidimi üstün körelgen boğaçqa, dünyaga qançılgan esirlergiçe hükümrallık qıygan devletlerini ve imperiyalarını kurup çıqalagan. Biroq afsuski, keyinki musulmonlar bu engişlerden ayrılıp kılıp dünyalık menfaat, abroy, heveslerge birleşki başlagan günden tatıp asta harlıkka hatta kulluqqa qarap yüz tuttu. Dünya musulmonlarının hazırki har zabunalga qağıllıqının en noktalık sebebi mana bu İslami qerindaşlık eňini, mana bu bir-biriga pida boluş eňini yo'qotganligidan ibarat. Taxminen muş bir asırdan buyan köz görüngen çoğun alimlar, dini alimlarning hammasi degidek birinchi bolup qandaq qıyganda ümmetning bu İslami qerindaşlık münasibetinden ibarat yadroluk gücünü asildiki halıga elip kegil bolduğanlyk üstü toxtamay başqa turup qo'ldan keldigan bütün tirişçanlıklarını köstüp gelmekte. Mesela Mısır'daki İhvanul Müslümin'in ismi mi? Muşu qerindaşlıkның ne kadar ehemmiyetli ekenini köstüp berdigan bir alamet. Bu mu? Şu terişçanlıkның bir parçası. Hem de hazırki bizning müşahideki oturuşumuz bu qerindaşlık uçuruşu degan yig'inning içilişi mi? Şu qerindaşlıkni güçlendirişinin bir parçası. Allah muşunda faaliyetlerini uğraştırgan qerindaşlarımızga rahmet kılsın, razı olsun. Bu yakında bir tədqiqat ilan qılınıbdı. Bu 20 yıl ilgiri bayqalgan tədqiqat, keşfiyat. Bunu da psixologiya alimleri, nervi tədqiqatçıları insandaki merhamet duygusu, iç ağırtış duygusu degenge oxşaş, insandaki her xil duygu, her xil micaz karakterlininki bedendeki ma'lum nervligi kodlanganligini, bedenge o'rinlashgan her xil nerv sistemida şu xil karakterinin kodlangan, yoşuran yatqanligini o keşf qilib 20 yilning oldida keşfiyat qilib chiqarib ekan. Masalan, kichik bolaninki hech aqlsiz, yangi tug'ilgan kichik bobaqningmi tug'iliblan bir yana bir bobaqning yig'lig'ini anglaganda yig'lab inkas qaytirishi. Bu vaqtda nima desa, kichik bolaning bedendagi bir nerv harakatga o'tadi ekan. Bu harakat o'tish bilan aniq inkas qaytirdi ekan. Masalan, cho'ng'ilning ichida nayt bichari g'amkin odamning bijini, yuzini ko'rgan chaqda bir inson şu zaman o adamның dədini, köge adamның içide his qıldıgan, anın çekivatqan azabını özü içide his qıldıgan bir tuyğu, bu tuyğunu içideki nervler hareketlendirdiken, bu tuyğunu hareketlendirdigan. Demek bu ki Allah'ın tug'ilishida tabiiy o'rinlashtirayotgan bu insonning beden jismiga butunlay o'rinlashtirayotgan bu xarakter, bu narsaning hammasi ma'lum nervlarda kodlangan, şifrlangan ama onu açadigan açqıch var. O nima desa, bunun kod şifresi nima ekansa, yaqindan ko'rash, yaqindan anglash. Bir-birimizni yaqindan ko'rgan yuzimizni yoki ovozimizni yaqindan anglagan vaqtimizda o nervlarimiz o'g'indi ekan, uningga o'ziga tegishli bir inkasini qaytirdi ekan. Uxlab yotgan o nervlar, o xarakter harakatga o'tdi ekan. Demek biz bunda qerindaşlık uçuruşunu o'rinlashtirsak, biz bilan jiq uchrashsak, o chaqda bizning qerindaşlık karakterimiz, bir-birimizni suydigan, bir-birimizni hurmatlaydigan fazilatlarimiz o'rinlashgan maxfiy nervlar o'g'inib harakatga o'tsa, bu taqimi davomlashgan sir uxlamaydigan bo'lib, bu pahalga o'tsa, o chaqda hech qaysimiz bu qerindaşlıkdan ayrılıp qalmaydigan bo'lamiz. Şuna qanday chaqda bir faaliyet olsa, yoki o'tirish olsun, mayli haftalık söhbet olsun, aylık söhbetli olsa, onun qatnış nimeden direk verdi dese, muşu qerindaşlıkni güçlendirish uchun qo'shgan bir kişilik etse. O planchi uyushtirganda, ya men planchining söhbeti emas. Men aşağıya verip, aşı bilan yüz görəssəm, oğlu bilan bir salamlassam, mening içimdeki aş fazilet maxfiy o'rinlashtirgan aş genlerim, aş nervlerim harekatga o'tib bir faziletlik adam bo'lib qolsam, ajab emas deb özümüzдің menfaatimiz üçün bo'lsin qatnashsak, inşallah bir faziletlik adam bo'lamiz, oxiratdami g'alabaga erishamiz. Hammamizga ma'lum, endi biz Sharq Turkistonliklar intayin ahkomul xalq. İslamni boshqalarga selishtirganda aqida jihatdan sap bir shaklda qabul qilgan. Ammo birlik kamchiligimiz İslami qerindaşlık ro'yining kamchiligi. Şunu tariximizdeki bir-birimizga qilgan zulmlarimizga nazar saldigan bo'lsak, musulmonligimizdan shubhilanib qolgandek darajada ig'ir qilmishlarimizni uchirta olamiz.
Biz Türkiye'deki ya başka devletlerdeki cemaatliği qaylap baksak, onun azalarına bir-birisiga tutgan muamelesi qalsak, hayran qalamiz. Hemmisi bir qilipten quyup chiqqandek, shunda chiroyli bir-birisi bilan chiroyli muomalada adam hayran qolgidek, ashunda fazilat axloq bilan. Bu nimadan derak berdi desa, uvuldimiş qarindoshlik tarbiyasining kuchli ekanligi, jamoat ichida qarindoshlik tarbiyasining kuchli o'rin qo'ydiganligi. Endi demek biz mi etrafımızı qarasak Xitoyning o'ynayotgan o'yinlari va bir-birimizni parchalash, bir-birimizni sert ko'rsatish, ondan boshqa bizning shaxsiy kamchiliklarimiz, axloqiy kamchiliklarimiz tufaylidanmi g'aybatxo'rlik, uni bunga sert ko'rsatishda xarakterimiz bilan çok bir-birimizdan uzoqlashib ketgan ishlarimiz bor. Endi bo'lsa hech bo'lmasa tatgan ziyonlarimiz ummatning olsun, hem bizning olsun, tatgan ziyonlarimiz özara ittifaqlıq, qarindoshlik, hatta biz gibi pidavlarligidek bir qarindoshlikning shakllanmaganligidan bo'layotganligini his qilgankin, endi bir o'g'anmasak, o'shimizni topmasak bo'lmaydigan chaq keldi. Ham bu qarindoshlikni kuchlantirishning eng muhim yo'li nada desa, ya'ni bu yaxshi bilan yomonga inkos qaytirishimizga, do'st dushman tonishimizga berib taqiladigan bir bo'chik. Asha yaxshilarimizni rag'batlantirish, yamanğa nefretimizni bildiriş bilen, ulu bilen bo'lgan munosabatimiz taxim yaxshi oldu. Bununki yana bir en muhim halkılık, qarindoshlikni saqlashning en muhim halkılık noktası ne desa, bu mellik, özara üstünlükni yo'qotish. Buningda ham hammamiz Abu Zar radhiyallohu anhu bilan Bilal radhiyallohu anhuning hikoyasini eskelib, shuni bir o'zimizga ulgilib qaylasak, shunda bo'laolgan chig'imizdan bu qarindoshlik nima qildi. Abu Zar radhiyallohu anhu bir qitim Bilal radhiyallohu anhuni qora tanlik ayolning bolasi deb soldi ekan. Bu xabar payg'ambar alayhisolamga yetib kelgandan keyin payg'ambar alayhisolam Abu Zar radhiyallohu anhuni qichqirib kelib, qora tanlik ayolning bolasining oq tanlik ayolning bolasining qora tanlik ayolning bolasidan hech qanday ustunligi yo'q, bildingmi degan ekan. Shu yerdan beshini yagash qumga, beshini menda yanto yetib qo'yib, men kelib Bilal beshimga destimgicha maqumdim, men beshimni ko'tarmayman deb yotdi. Bir qarindishining ko'nglini elish uchun beshini uning putining oyog'iga yaga qo'yib, kelib avlan beshimga dessin, endi men ko'taray beshimni. Demak, osh xatolikni his qilib. Biz nurg'un xatoliklarimiz bor, nurg'un xatoliklarni o'tkazamiz. Ammo uning bir o'rnini to'ldiradigan, uni qanday qilsam shuni yo'qdi. Men shu xatoligimdan ko'nglini qirgan yoki ranjitgan qarindoshlarimning ko'nglini elib, bu munosabatni yaxshilama deydigan tuyg'u yo'q. U faqat bizni buni to'sab turgan narsa nima desa, mellik, bizdagi menmellik, g'urur. Mush g'ururni ham tashlasak, shu alg'a bizmi kelalaymiz. Uni bizga ulga. Uni Alloh shu bizni shunda bo'lsin deb, uni bizga ulga qilib bergan. Yana bir nuqtaliq yo'li yaxshi ishni ko'rgan chaqda qaytsiz qolmaslik, inkos bildirish, unga ilhom berish, qizg'inlikni oshirish, qo'limizdan kelishicha uni so'z bilan bo'lsin mukofotlash. Mana bular qarindoshlik munosabatimizni texim kuchaytiradigan omil. Shunday qilganda ulgilishga tegishli kishilarni ko'plab o'ttirg'i chiqarg'ili bo'ldi. Demisimi biz hozir Uyg'urlar eng muhim ehtiyojli narsa so'zlaydigan, nutq so'zlaydigan, maqola yozadiganlardan bekrak o'zining amaliy bilan ulgi bo'ladigan ulgiliga ehtiyojmiz. Chiqroq ulgi yaratmasak bo'lmaydi hamma ishdan. Ulgi bo'lganlikdan boshqalimi ulgisiz qolganlikdan ziyonning hammasi shuningdan kelib chiqadi. Shuningdek hamda yomonga vaqtida inkos qaytirishmi yomonning yo'qilishiga, nachar kishilarning jamiyatdagi ta'sirining ojizlashib, oxiri butunlay kuchsiz holga kelishiga foydali. Ammo men afsuski bizning bo'libmi chet elda muhojiratda yashayotganlarimizning eng chong kamchiligimizdan birisi dalm shu. Yomon bilan yaxshiga vaqtida inkos qaytira olmaslik, yaxshini vaqtida mukofotlab, yomonni vaqtida chamimizdan yetishi jazolayanmaslik, hatto yomon ko'rmaslik. Yomonlikni bilib turibmi, munosabatimiz yaqin bo'lganligidan, ya bijmallik, bishalik bo'lganligimizdan, ya bijim bo'lganligimizdan uni bilib turib yomonmi ko'rmaymiz. Buning sababi chu desam, buning sababi nega ko'rib taqildi desam, do'st dushman tonishimizdan. Ya'ni islomda eng qattiq ta'kidlanadigan al-vara vel bara aqidamizning usulligi.
haq ve nahaq karşımız. Yani İslam'da iman bilen teng derecede turduğan haq ve batıl, nehi ve münker akidimizden acizliqida. Eğer bu iki akidimiz dinimiz talep qilgan seviyeye yetmedi degandimi? Hiç bulmaganda mucmellikten, susluqdan qutulup azraq bolsun müeyellişidigan, rüşellişidigan yer kildiganlı bolsa, bu çağda biz yaxşı bilen yamanğa vaqtida inkas qaytara algan seviyeye yetimiz. Eğer dost düşman tonuşumuz bilen haq karşımız dinimiz talep qilgan derecedeki ötkür seviyeye yetişiyor. Düşmanga, batılga, münkerge yalğız qalsaqmı jang aça alaydigan, boynumuzni kessimi batılga baş egmeydigan, manevi energiyaga, ruhi kuch-qudratga ega bolamiz. Mahiyetdimi musulmonlarning el-vara vel bara, haq ve batıl, nehi vel münker aqidasi tarixdan buyon ularning tashqi dushmanlarning tajovuzchiligidan, ishg'oliyatidan ve assimilyatsiyasidan qo'g'dab kelgan eng kuchli qo'rg'ini, eng qimmatli engushtiri bo'lish rolini o'ynab kelmoqda. Shunga men bu so'rindagi ustozlarning bu aqidani tushuntirishga ko'proq kuch chiqarishini, bo'libmi hozirgidek milliy va diniy kimligimiz ochiq oshkora yo'q qilinishi oldiga vaziyatda bu aqidani Turkiston davoyimiz bilan bir gavdlashtirgan holda mujohidlik qarindoshlarimizga tushuntirishga, bu aqidalarning davoyimizda zodi qandoq muhim rol o'ynaydiganligini tonitib, chunqur o'zlashtirishga qattiq ahamiyat berishini va butun tashviqot vositalarimizni mushuninga markazlashtirishni tavsiya qilaman. Endi yaman ishqi vaqtida inkas qaytarishga kelsak, bütün yamanlıqning beshi zulm, zolimlik. Ya'ni kelib bizga o'xshash dunyoda misli ko'rilmagan, debmi tushundigini olmaydigan vahshiy zulmni boshdan kechirayotgan bir millatga nisbatan yamanga inkas qaytarish, yamanning eng beshi bo'lgan zulmga inkas qaytarish eng birinchi farz ayni bo'lgan vazifamiz. Buni qilmasak, namoz o'qimagandek gunohkor bo'lamiz. Hazır mana vatanda ko'ryapmiz. Hazır zulm bağan sir çekidin eşip, yezi-yezildi tamlığa, lozinkili çapılınıp, ayallarimizin yağlıkları başlarından ilinip mecburi, açmasa bulmaydıgan haletlik ekilip her xil kanun, her xil nesli bilen. Onundan başka hazır ötkende Kur'a okudu dep kiçik 11 yaşlık balının apırıp turmudu ötürep taşlap belgelikini köydük. Hazır mesela Kaşgar'dan çıkaldı etti, başka şehirde şundadı. Koçuğunun hem mi koçunun başlarına tüttüğün sakçını koyup, ma koçudun ha koçuğu şege adamdan kimlik tekşirip tuttu hazır. Hem şunda kattık şu derecede. Tamlığı çaplanğan lozunki nime dese, dini keyfiyatını suslaştırıp, mukamlıqını saklayın degen şuların hem bir gezip çaplağın turuptu. Dini keyfiyatını suslaştırış degen, dinini suslaştırış degen. Hazır bizgilam emas, Allah'ımı can içiyordu demdi, Allah'ın adını. Kanı Allah'ı birimiz, vaktide cacısını Allah-u Teala özü bilgen şekilde birdi inşallah. Hem de yani muşni his qıp durup, ötkende gayip olap ketken, aşında yok olap ketkenlerinin, ata-analarının, ağaç-sınırlarının, radyodaki aşı azarlarını, pişişki yılının yağı, muşu 5. temiz vakasından keyin bo'lgan yo'qolib ketganlarning oila tavabatlarının 3-4 yılının yağı çekke azabını radyoda anlattı refiyada. Onu anlap akşam yığılamaganlarımız az. Bedellerimiz titremegenlerimiz az. Şunda turup mu? Aşı neslini anlap turup mu? Hazır kınanın namayişli bulatı düşüyor Xitaylık karşı bu narazılık namayişler. Üvegi çıkkallarımızdan sanığa kaylasak bu azap ne tehe bize sıkılmaptık. Başkalı iskipti, Türkli iskipti, uğuldan bedelleri içip gitipti bunu görüp ama biz iskılamaptık. Namayişteki sanılarımızdan azlap gitişe, namayişki çıkıvatkan ballının. Bu aslında nimeden direk verdi o dese, çeteldeki mücadilimizden, çetelde ilip beravatkan hareketimizden acizlap ketkenlikini gösterdi bu. Çetelde hareketimiz acizlik andı çoğu dese, düşmenge karşı namayişimiz acizlaydı. Onun çıkıdığan adamın sahne acizlaydı. Hak şunun qaylap, bizden karıştırış hareketimizin küçünü şunun qaylap ölçeydi, şunun qaylap baha verdi. Adam numusqiyadek derecede buladı. Mesela Ankara'da akıdım namayış olaptı. Türkli degen ülke uçaklarının balları kepti. 300 tane. Onların arasında Uygur yok. Hemmisi qarı kiyim, ak göңlek, bir xil retlik, ondan tizilip mangan aldı dişki bala. Hemmisi bizden şehitlerimizge bizden vekil toxtutup ta Aşı Osman Badır'dan tatıp, hazırqıcı barı ve Qastıköl gelden tatıp, hazırqıcı öylep ketken şehitlerimizden ismiga bizden adam toxtutup, hemmisi koldu Bijitaldan Qızılgül, ak göңlek qarıştan retlik tizip gelip, yoklama qılıp avada.
Osman Batur dese, yani sıkıp men ba dep bolar. Men ötemen buğratsın. Mani men bädi bade. Hem başında kılıp hem melen bir-birden yoklama kıygandan keyin şehitlerimiz ölmedi. Mişadi ba biz bilen bildi. Biz bu şehitliğin royun herkes öttemeyimiz biz bilen bildi dep özünün okuyduğun bayanatlarını okup gülçen bir gün koyup gitti. Demek o namayışqa o kadar bir köngel bilip, o kadar hassasiyet bilen iş tutuyordu. Biz çıksak to'lg'an şuarlarımız tak cansız, mengişlerimiz tak. Neslini görüp bir açığımız bilen bolasın. Aşı neslini radyodik haberlerini anlap bir çıkıp bir ketim tilli bilip bolsun bir vicdanımla rahatlı tey dedigen oy bizde yok. Bu nerse adamla içindirdik. Aslında mening tayyorlamoqchi bo'lgan teman boshqa. Ma'nosi bek ichimni ichib turgankin to'xtab men mushtingda bir şey yazaydı. Bu narsa to'xtalib qoldi. Ham bir tarafda Xitoylar pitnikashlarni ish qilib namoyish qilganning foydasi konsulga chiqib vaqirab qo'yganga ish bo'ladi degandek ta'tir tashviq taqtish, chet ellardagi qarindoshlarımızga viza rasmiyatlarini asillashtirib berib vatanga kirib chiqish tamosiga mubtalo qilish orqali kishilarni namoyishga chiqmaydigan qilishga, jumladan butun Uyg'urlar bizda rozi, norozilik bildirish faqat 4-5 odamning ishi degan sepsatisini isbotlashga tirishsa, yana bir tarafdan chet ellardagi xili ilg'or ziyoli, tashviqotchi, ustoz rahbarlarimizmi xususiy adovat, menmenlik ve senin işin mening işim, senin uyushtirgan namoyishing mening namoyishim degandek o'zaro ayrımçılıklar tufaylidan namoyishga qatnashmay, bir hisobda bilib bilmasdan Xitoylarning dipiga usul o'ynamoqda. Yana ba'zilarimiz vatanda desa ehtiyot jihatdan mantiqiga tushadigan, ammo chet ellarda deyish Sharq Turkiston davoyimizning zaiflashishini darajadan tashqari tezlashtirdigan. Yana kelib sunnatdan hech qanday misolini topqini bo'lmaydigan, hatto Sayyid Qutb, Abulala Mavdudi, Jaloliddin Afg'oniy degandek ilg'or olimlarning tili bo'yicha dinning yerimini qabul qilib, yerimini inkor qilganlik bo'ldigan, siyosatga aralashmaslik degandek g'alati hikmatlarni ilgari surib, o'zimizning putiga o'zimiz palti chapadigan, mujohiddagi Uyg'urlarning zulmga qarshi ingini ojizlashtirishga sabab bo'ldigan ahvollarni shakllantirmoqda. Bütün bu ishlarning negizlik sababi nima desa, yanalam yuqorqi al-vara vel-bara, dost düşman, haq ve nahaq qarshimiz, shundaqla zulmga qarshi turish ingimizning mujmalligidan boshqa narsa emas. Bu o'z navbatida mushaqdagi tashviqotlarning yetarlik bo'lmayotganligini ko'rsatib berdi. Demak, bu jihatda diniy ziyolilarimizni, diniy qarindoshlarni va har qaysi jamiyat tashkilotlarimizni diniy nurg'un xizmatli kutib turmoqda degan gap. Mush qarindoshlarning dost düşman qarshisini kuchlantirish jihatda markazlik tashviqot olib berish lozim. Şoň men tövende namoyishning ahamiyati ve dinimizdeki o'rni bo'libmi zulmga qarshi turish, zulmga sukut qilmaslik haqida azroq to'xtalib o'tmoqchi. Albatta mening to'xtalib o'tmoqchi bo'lganim namoyishga rag'batlantirish. Bu qandaqdir men bir ogohlantirish berib qo'yay, vatandikilni emas. Ve hozir Suriyada bo'lgan ishni ko'ryapmiz, qirg'inchilikni. Dünya onunla biznes qilolmay sukut qilib o'tiradi. Buningdan hozir g'ayrat olgan Xitoymi bir şekilde vatanda xalqni umumyuzlik ashunda bir o'ttirga chiqarsak, shu aniga gap qilinmayotgankin bizga qilinmaydi deb hozir tahmaddidan ishib, zulmlar tahmaddi deyishyapti. Bunda holatda vatanda umumyuzlik namoyishlarning ko'tarilishi biz o'zimizga ziyon soladigan bir ish, ammo partizanlik harakatlar bo'lsa bo'ldi. Buni vatan ichida deb o'ylab qolmaylik, lekin men chet elga markazlik oldi to'xtalmoqchi. Endi namoyish degan nima desak, namoyish degan nima desa, namoyish zulmga va naqchilikka qarshi tovlangan sada. Zulm va naqchilikni asla qabul qilmaydiganligini e'lon qilgan jaka. Men qabul qilmayman degan gap. O hech kimga az qilish emas. Hech kimga shikoyat qilib mening dardimni hal qilib bering deganlik emas. Xalq ashunda deb turib oldi ekan. Voyaga chiqib namoyish qilib xalqqa shikoyat qilib bersak, planchiga az qilib dinda unda az qildigan ish yo'qdi. Az emas. Bu faqat qalbimizning sadosini, jakasini e'lon qilganlik. Namoyish acizlar bilan mazlumlarga nisbatan zalim hukmronlarning abdi bashirisini ichib tashlaydigan, niqobini yirtib butun dunyoga sazoy qiladigan eng o'tkir qurol. Bu bir qurol. Maqsad emas, qurol. Burunqi zamonda qilich ishlatgan bo'lsa, hozir tapancha ishlatgan bilan o'xshash ish. Qarshi turish uchun ishlatiladigan bir vosita. Mustamlikaga qarshi namoyishchi desamdi, bizga o'xshash ishg'oliyat ostida qolgan. Bir davlat fuqarolarining mustamlikaga qarshi umumyuzlik maydonini belgilaydigan. Ya mustamlika bo'lish tarafda turadigan, ya bo'lmaslik tarafda turadigan maydonni belgilab turadigan.
Azatlık üçün her daim, her qandaq küreşte yanmaydıqanlıqını ve müstemliki qat'i baş egmeydiqanlıqını namayan qıldığan əmili küreş bu. Müstaqillik hareketiga tinimsizlik ve cuşqulluq kayfiyat bəxş etdiğan yadroluq amil. Öz növbətidəne şu millet əzalarının müstemliki qarşı eňini östürdiğan, terbiyelep yetiştirdiğan, paallığını, aktifliğini aşırdiğan en yaxşı mektap namayiş degan. Bunu nem bilen deyimiz desek bayatın nerepini düşendirip ötep kettik. Yaxşı hususiyetlininki bir muhitga kelgende qanday hareketlenip paallışıdığanlıqını. O bedenge, insanın bedeniga Allah-u Teala tabi orunlaştırıp etken hususiyetli var. Onu hareketki salıdığan ma'lum amil var, ma'lum muhit var. Şu muhit çigende o endiki hareket götüdü. Mesela biz namayiş kıvırıp aşağıda Xitayga karşı nefretimizini cekalap tıllıya alıgan çaktı çötse, bizning düşmenge bo'lgan nefret tuyg'umuz, düşmenge bo'lgan düşmeni tuyğalarımız hareketga o'tib, u kodlangan nervlerimiz hareketga o'tdi. Bu hareketga o'tgandan bu nim bo'ldi desa, bizning düşmenge bo'lgan irodamizni kuchlantirdi. Biz qancha namoyishga jiq qatnashgan sira o'zimizda düşmenge qarshi shuncha cho'ng qarshilik ro'yining yuksalayotganligini his qila olamiz. Bu bizning qarshilik ro'yini, bizdagi düşmenge qarşılık eňini şu an kodlaştırılgan şu nervni hareketga saladi. Heliqi 20 yıldan aldiki keşfiyat sağan çağda. Onda olganda çötse qarşılık bildirdiğan namayişliğe qatnışışma bizge qarşılık eňimizni güçlendirse, manda qeyrindaşlıkni güçlendirdiğan oturaşlığı söhbetlige qatnışışma bizning qeyrindaşlığımızны güçlendirdiğan ayda hususiyet berdi. Şuna dünyadaki bütün hareketler, dünyadaki bütün müstakillik hareketleri olsun, dini hareketlerden tatip, her kandak hareket tarihte namayış bilen başlangan. Namayişsiz hareket bulup bakmagan, namayişsiz devlet kurulup bakmagan, namayişsiz hiç. Bakadım azat olup kaldı, sadaka zakatının orunda azat olup kaldı ki Uttur Asya'dı mı? Namayış bilen boğa işler. Namayişsiz bulup bakmadı. Azat ulaşından aldı degende Rusya'daki Kızıl Meydan'ın tolap ketken adamlarının kinolarını köydük. Namayişsiz hiç. Namayişinin küçüğünü hazır Uttur Şark'taki üretimiz. Her diktatörle istifa verişke namayış sebebi mecbur oldu. Kılıç bilen, kural küçüğü bilen ağdıranmaydıgan diktatörlüğünü namayişle ağdırıp vardı. Nima? Bu halkara bisim ve onun üstündeki narazılıkla bisimini küçeytiş olgan. Bunu bir kural hesabıda köysek oldu. Hem nesige tanqidi noktadan kalırsak, tanqitlep kalırsak, ondan bir şunçı nes çıkıdı. Eğer icabi noktadan kalırsak çödse, o bizge bağlılık nesi, o bizge paydalık nesi alındı. İnnemel amalı bin niyet. Nima? Biz bir işini yaxşı niyet bilen kıysak o ibadet, yaman niyet bilen kıysak günah. Niyetki bağlılık kıyga işlerimiz. Şu an avlam yaxşını oyluşumuz lazım. Endi menimce bu namayişni dini noktadan Mekke devirde izilgen, Müslümanlarning hech narsaga pisand qilmasdan haqning sadosini yangitishiga o'xshitib muloyiz qilishga bo'ladi. Osman ibn Maz'un, Abu Zar G'iffari radhiyallohu anhu qatorliq nurg'unlagan sahobalarning shuncha tayoq to'qmoqlarga parvosiz haqning sadosini bir qitim bo'lsin yangirtishi. Müslümanlarning sepsep bo'lib giralashgan holda Mekke ko'chalarida kişilerinin yani kafirlarning çalma kesaklarını itişiga parvosiz haqning sadosini üllük yangirtish uchun yurishga chiqish qatorliqlarni mahiyet jihatdan yuqorida ta'riflaganimizga o'xshash zulmga qarshi harakat. İslamda biz zulmni nima deb ta'riflaymiz? Kufrliqmi bir zulm. Demek kufrlikqa qarshi chiqqan bo'lsa shu sahobalar shu ko'chaga la ilaha illalloh deb. Demek zulmga qarshi chiqdi. Bir insonning bir gunohni o'tkazishimi zulm İslamda. Eğer o insanın şu günahını ötküzüşüge biz karşı çıksak zulümge karşı çıkan bolumuz. Mahiyet cihatta. Zulümün içi bek keng. Onda alganken ve de ulunun küfrü, yani ulunun zulmüge karşı, ulunun la ilahe illallah dep sada yanıratkanlığı aslında bunu bir zulümge karşı sada aşı. Hem yani ki Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinin ba. Zulümge sükut kıygan tilsiz şeytandır dedi. Ama bununla çıkılıştın korksak oldu. Hemimiz o Peygamber Aleyhisselam'ın tilidi ki o tilsiz şeytan bulaştın korkap kalsak oldu. Zulümge sükut kıysak, namayışı olgan çağda bir işkini vaqırap olsun sükut kıymedim diyeleydiğen bulmasak ahirette şu hadisinin ro'yiga tushgan bo'lamiz. Endi bazı petvalı vakin hazır oturda, bazı qarindoshlarimiz nayet dini itiqadi yaxshi, itiqadi mükemmel qarindoshlarimiz Arab dunyosidagi bazı ulamolarning petvalarini asas qildik. O ulamolarning petvasini aytsa namoyish qilib bir narsaga noroziligini şu batıl hükümetke anıltıdı. Batıl bir hükümetke az qilish İslamda xato.
Bu degan namoyish bir narsaga qarshi ya bir qonunga, ya bir qitimliq bir belgilamaga qarshi namoyish qilib, shuni o'zgartsang o'ltang deb namoyish qildi. Unda qilgankin bu namoyish nima desa, batil bir qonunni yurgizayotgan batil bir hukumatga musulmonning oldiga o'zining azini ilib borganligi bu islomda harom deb. Shuning bilan buningga haromlik fatvosi berdi ekan. Bu degan rayon xarakterlik fatvo, uni bu xalqarалық degan olmaydi. Bu fatvoli qanday fatvo desa, Saudiyaga emas. Saudiyadan boshqa joyga bas kelmaydi bu. Nima desa, andikin ilqi ya men xato debdim Saudiyaga emas. Masalan, shu ba'zi davlatlarga emas endi shu O'rta Sharqdagi ba'zi davlatlarga. Uada u davlatlarning ba'zi qonunlarga, ba'zi tuzumlarga qarshi namoyish bo'lib, shuni o'zgartsang o'lting deb namoyish bo'laydi. Musulmonlar chiqib, uni andikin haqli shun. Buni andikin biz umumlashtirilib, mustamlikaga qarshi namoyish bilan bir davlatning qonuniga qarshi namoyish o'tirisida osmon zamin farq bor. Buni farqlantirmay, biz fatvoni hamma narsaga ursak bo'lmaydi. Unda uranmaymiz. O qonunga qarshi, davlatning tuzumiga qarshi ilib berayotgan davlat ichidagi fatvo, o namoyish ayrim, zulmga qarshi, mustamlikaga qarshi, assimilyatsiyaga qarshi ilib borgan namoyish ayrim. Uning fatvosi ayrim bo'ldi. Agar uningga fatvo beradigan, unda harom deydigan bo'lsa, nimishqa Falastinliklarning Isroilga qarshi ilib borgan namoyishida harom demaydi. Nimishqa ash Falastinliklar tashat duvadan bir boshqa ish qilmaydi. Şu namoyishga chiqib o'lganlarni shehid deydi. Nimishqa Kashmirdagi dukkan taqab namoyish qildi xalqlar. Dukkanni taqab qo'yib ochmaydi. Shu yo'lni nimishqa harom demaydi. Asli bu yerda mustaqillik namoyishi, mustamlikaga qarshi namoyish ayrim masala, davlatning qonuniga, belgilamasiga kichik tipdagi mal bahasining o'sib ketishi, mal bahasining tushib ketishi degandek narsalarga qarshi o'tkazgan namoyish ayrim. Uning fatvosi ayrim, buning fatvosi ayrim. Ikki fatvoni birisiga birlashtirib, Xitoyning dipiga ustoynisak bo'lmaydi. Agar biz endi Xitoyga qarshi namoyishlarni hech bo'lmaganda qarshilik ko'rsatish harakati yoki zulmga sukut qilmaslik harakati deb ko'rdiganlar bo'lsak kallamizda. Bizning zulmga sukut qilmaslik, Xitoyning zulmiga qarshi turish farz bizga nisbatan farz ayn. Undaqankin buni shu nuqtadan ijobiy nuqtadan, tanqidiy nuqtadan emas, niyatimizda shuni niyat qilib, bu namoyishga chiqqanligim shu zulmga qarshi sukut qilmaganligim degan niyat bilan chiqsak, bu bizga jihodga aylandi, bu bir ibodatga aylandi. Agar u niyat bilan chiqmay, men manda qilyapman, batil kuchga az qilyapman, dunyoga az qilyapman deb o'zimiz uni xato tarafga tortib iddiymizda. To'g'ri niyat bilan chiqmay, anda niyat bilan chiqsak albatta shunda bo'ladi. Gap bizning niyatimizga bog'liq. Agar biz endi bu namoyishni ya zulmga qarshi turish harakati yoki zulmga qarshi turishning quroli deb tushunsak, endi quroli deb tushunsak, u chaqda desa biz mayli kim uyushtirgan bo'lsin, kim boshlayotgan bo'lishidan qat'iy nazar men 5 kishilik bo'ynimdagi qarzni ado qilaman, 5 kishilik mas'uliyatimni ado qilaman deb chumliqdan qat'iy nazar surishtirmay chiqib, shu zulmga qarshi bir qitim vaqira bilib chiqdigan, shuni hanim bo'lsa deb vijdonimiz qanoat, rohat bir uxlay oladigan bo'lamiz. Chiqmaslikni desa, chiqmaslikni zulmga qarshi sukut qilishga tortib ko'rgan bo'lamiz endi. Shunda ko'rdigan holga kelamiz. Chunki dinimizda zulmga qarshi turish ajoyib qattiq ta'kidlanib qolmasdan, balki yana qarshi turmaganlarning zolimlar bilan o'xshash jazoga tortilganligi qattiq ogohlantirishlar berilgan. İmam Hüseyin radhiyallohu anhuning shehid qilinishidan ilgari so'zlagan xitobi bizga bu nuqtani nihoyat ro'shan oydinlashtirib beradi. İmam Hüseyin radhiyallohu anhu o'zining o'ltirilganligini bilib turib, zulmga sukut qilmaslik, zolimga bosh egmaslik, zulmga ruhini terildirish musulmonlardagi terildirish maqsadida shehid bo'lgan. O Ko'faga ketib, Beyzadiga yerda to'xtaganda amrohlarga xitob qilib nima degan desanglar, "Bovam payg'ambar alayhisalom o'z hadisida qandaqli kishi bir zolim, bir jabir podshohni Allohning harom qilganlarini halol va halol qilganlarini harom qilib bo'lgan holatda ko'rsa, hamda Allohga bergan va'dalarga xiloflik qilib, payg'ambarning sunnatini oyoq osti qilayotgan, Allohning bandalari ustida nohaq hukmronlik qilayotgan holda ko'rib turib, uningga qarshi jasoratga kelmasa, na ig'izi bilan bo'lsin zulmga qarshi sado yangratmasa,
ne zulümge karşı emeli hareketke ötmese, Allah o zalim padişahta ilgiri aşı kişini dozakka taşlaşkı bitirle haqlayak degan. Bu bir hadis. İmam Hüseyin radhiyallahu anhu rivayet kılgan hadis oldu. Demek biz hem de şu zalimge karşı bir ağzımızda olsun bir narsa demesek çıkıp lanetimizni bildirmesek, Xitoydan burun bizni dozakka taşlaşkı Allah haqlı. Qo'rqsak oldu bunu anlaganda. Endikin mana hozir dal shunda vaqt yetib keldi. Men bu yo'lda shahid bo'lishni xohlayman. Zalim bilan birlikda yashashning o'zila gunohi kabir degan İmam Hüseyin radhiyallohu anhu. Mening o'limim sizlarga ulgu bo'lg'isi deb shu yerda nutqida shunda deb nutq so'zlagan, ham deginidek ras zulmga qarshi turish yo'lida shahid bo'lishning menga ulgusini bizga miros qoldirib ketgan. Bu bizga ulgu bo'lgan bir ish. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisolamning bayotini degandek zulmga sukut qilgan kishi tilsiz shaytondir degan mashhur hadisim bor. Qisqasi hammamiz yaxshi bilamiz. Chet elda Xitoyga qarshi urush ochqili bo'ldigan urush maydoni yo'q. Hozirgi davrda düşmanni yerga qayiltadigan, sharmanda qiladigan eng o'tkir qurolma namoyishdan iborat bo'lib kelmoqda. Mesela Tunus, ulni misal elib o'tdik ham. Amaliyotda chet ellarda biz qila oladigan, düşmanga eng unumli ziyon sola oladigan harakatimiz va qurolimiz bu namoyish qilish. La'natlash, Xitoyning abdi bashirisini ichib tashlashdan iborat. Agar buni qilishdan qassoq, düşmanning ko'ziga saat ko'rinib qilishdan, zinaga uchrab qilishdan qo'rqib, go'yo ulardan keldigan azob oqibatni Allah'ın azabı bilen o'xshash o'ringa qo'ysak, hamda bu qilmishimizni hikmat to'niga urab, donoligimizning namoyandasi qilib ko'rsatishga urinsak, u chaqda Allah'ın azobini kutmakdan boshqa choramiz yo'q. Chunki bu Xitoyning chet ellardagi hilinayranlarning ish qilishini tezlashtirib berganligimiz oldu. Dunyoda bundan mantiqsiz hikmat bo'lmaydi. Men bu xiyim xatardan qo'rqib chiqmasam, başqa demmi çıkmasa, ahiret veyagi namayışqı çıkıdığan Uygur'dan 4-5'i qalsa, vaqtida Xitoyning hamma demga mani ko'rdinglar, Uygurlar bizda razı olmagan, razı olmagan bo'lsa chiqmamdi, men ana 4 odam chiqibdi, deyalaydi u. U chaqda chet ellarda biz qilishga tegishli vazifamizni o'rinlayolmagan, zolim Xitoyga qarshi hech qilmagan, jumladan zulmga qarshi sado yangratmagan bo'lib qolamiz. Payg'ambar alayhisolamning tili bo'yicha zulmga sukut qilgan tilsiz shaytonga aylanamiz. Men tuvandagi oyatlarni Qur'oni Karimdagi bu vaqtda diqqat qilishimiz kerakligini, qanday qo'rqishimiz kerakligini bizga ochiq ko'rsatib berdi. Vala terkanu ilallazina zalamu fatamassakumun naru va ma lakum min dunillahi min awliyai summa la tansurun. Surutning 113-oyati zalimlarga zarrachilikmi mayillik ko'rsatmanglar. Undaq bo'lmaganda do'zax azobiga qolsizlar. Zalimning shunda bilabdi deb salsak, shu zulmni qabul qilib salsak. Sizlarga Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi, hech yerdan yordamga erishmaysiz. Vattaqu fitnatan la tasibannallazina zalamu minkum khassatan wa'lamu annalloha shadidul iqab. Zalimlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan, balki zulmga uchirg'ichilarga teng keladigan fitnadan, ya'ni baloy qazodan saqlaninglar. Bilib qo'yinglarki, Allohning azobi intayin qattiqdir. Ustoz Sayyid Abul Ala Mavdudi rahimahulloh bu oyatni tafsir qilib, bu yerda cho'ng ofatga, ya'ni vaboga o'xshab ketadigan, uning halokatiga faqat zulm qilguvchilarga giribtor bo'lmasdan, balki zulm hukm surayotgan jamiyatda razmanlik bilan yashashni qabul qilgan yaxshilarga giribtor bo'ladigan ijtimoiy baloy ofatlar ko'z tutilmoqda degan. Siratga qaraydigan bo'lsaqmi, o'zi islomga ishongan, ammo shaxsiy manfaatini saqlab qolish va kofirlardan keladigan ziyondan qo'g'dinib qilish maqsadida Madinaga hijrat qilmagan, ya'ni haqni deb kurashga otlangan musulmonlarning sepiga qitilmay, Makkada qilib qolgan musulmonlar ayni chaqdiki qattiq ayblangan Qur'oni Karimda. Hatto ular haqida oyatlar nozil bo'lgan. Va Ibn Abbas radhiyallohu anhuning rivoyatiga ko'ra, ayni chaqda kofirlarning oldida chorasiz shularning sepiga qitilib Badrda urushga chiqib, musulmonlarning o'qida o'lganlarning hech qanday o'zrisi yo'q deb bayon qilingan. Sayyid Abul Ala Mavdudi rahimahulloh Sura Baqaraning tafsirisida shular haqida to'xtalib, o'z manfaatini deb yoki kofirlarning saat ko'rib qilishidan,
ziyon zahmetidan qo'rqib o'ttirdi qolgan, maydoni aniq bo'lmagan, zulmga qarshi kurashga otlanmagan kishilarga baho berib, islom davati Makkaning oxirgi davriga qadam qo'ygan mezgillarda munofiqlarning eng dastlabki turkumi maydonga chiqishga boshlagan bo'lib, ular islomning haq din ekanligini e'tirof qildigan, imomni aytadigan, lekin islomni qabul qilishi bilan beshik keldigan, boshdan kechirishga to'g'ri keldigan azob oqibatlarga bardoshlik berishni, haq uchun o'z manfaatini dunyolik aloqa munosabatlarining uzilishini xohlamaydigan, jumladan islom uchun qurbonlik berishga tayyor turolmaydigan xarakterdagi munofiqlardan iborat edi. Hijratdan keyin bu xildagi munofiqlarga yondashib, yana bir qancha xil munofiqlar turkumi islom jamoati ichida ko'rilishga boshladi. Demak, islomga iymon aytib turib, islom va Alloh bizdan qurbonlikni talab qilyapsa, biz o qurbonlikni o jafo bergimiz kelmay, yoki o jafoni tatqimiz kelmay, ash dushmanlarning azobidan qo'rqib jim bo'lib qolganligimiz Mavdudining ta'biri bo'yicha boshqa bir joyga ketib bordi hozir. Bundan qo'rqsak qoldi. Demak, mana bularning hammasi bizga o'ttirdi qilishni. Bo'libmi dushmanga yomon ko'rinib qolmasdan, aram Xudo xizmat qilish degandek botil hikmatlarning naqadar xatarli ekanligini, har doim sepimiz aniq, maydonimiz ro'shan bo'lishining imoniy masala ekanligini bizga ko'rsatib berdi. Shu sunnatda ko'rilmagan bu xil hikmatlar bilan yangi iqimlarni paydo qilishning mohiyatda zulmga qarshi turmaslik, zulmga sukut qilish bo'lganligini, xuddi kufrga sukut qilish kufrlik hisoblanganga o'xshash, zulmga sukut qilishning zulmga o'rtaqlik hisoblanganligini unutmasligimizni tavsiya qilaman. Oxirida ikki hadis bilan so'zimni oxirlashtirma. Payg'ambar alayhisalom bir hadisida kufr davom qiladi, kufrlik davom qiladi, zulm davom qilolmaydi degan. Yana bir hadis esa mazlumning ahbariyati zolimga nisbatan eng keskin, eng o'tkir qilishma qilolmaydigan ishni qiladi degan payg'ambar alayhisalom. Demak, Xitoylar hozir bizga nisbatan zulmni qancha oshirgan sari o'ziga tushadigan o'rkini, o'zining kallasini kesadigan aşı ilohiy qilishni hozirlatdi. Allohga ishonib, Allohdan umidni uzmaylik. Inshaalloh g'alaba bizning.